kichkina bolachangiz dada menga velosiped qilib berasizmi desa, ha deb olmang. Inshaalloh deb qo'ying. Bolam Allohdan so'ragin. Menga qolsa bitta emas 10 ta beraman. Lekin Alloh yozmagan bo'lsa bo'lmaydi. Cho'ntagingizda pulingiz bo'lishi mumkin. O'sha bozorga tushib ketayotganda tushirib qo'yish bor. Boshqa ehtiyojga ketib qolishi bor. Alloh bir kasallik qo'yishi bor, tusha olmay qolasiz. Hatto ana shu varaqatni olib berishlikni Allohning o'ziga tirkab qo'ying. Alloh xohlasa bo'ladi. Bolam, mendan so'rashdan burun Allohdan so'ragin. Agarchi men olib bermaslikni xohlasam, olib bermayman deb niyat qilayotgan bo'lsam ham, Alloh yozgan bo'lsa, men olib bermasam tog'ay yoki anakam. O'g'il bolamni, qiz bolamni ota-onasiga emas, Allohga suyanishni o'rgansin-da. Sahoba ikromlar uyida endi insonchilik tuz tugab qolsa, shart kerandir tubax qo'shinan so'rab chiqdamasin. Bular Rasululloh tarbiyasi bilan sug'orilgan, jay namoziga turib, 2 rakat namoz o'qib, peshonasiga yaqin parvozga tuz tugab